Xo'p, assalomu alaykum. Bu videoni olishlikdan maqsad hozirgi nimamizda individualniy kursda gibridniy bir ajoyib loyihani yo'lga qo'yib sinab ko'rdik Baxtiyor akam bilan. Bu qanaqa bo'ldi? Qisman onlayn kursni boshida yoki oxirida birga bitta joyda o'tirib, aytaylik 5 kun yoki bir hafta shunaqa holatda ham diskussiya, ham bir-birimiz bilan suhbatlashib bozorda birga ishlab shu narsani yo'lga qo'ydik. Bu asosan shu yoshi kattaroq bo'lganliklari uchun bu narsani qilib ko'rdik, lekin umumiy hisobda meni o'zimga ma'qul bo'ldi. Plus men o'zim bitta joy tayyorlab, ham yotog'i bilan deylik, masalan 2 hafta 3 hafta onlayn darsliklar va undan keyin 1 haftalik yoki 10 kunlik yotoq joylari yu kompyuter hamma yo'g'i bilan usloviyalarni cho'tka qilib qo'yib o'quvchi bilan individualniy ishlashimiz mumkin ekan degan xayolga kelib qoldik. Hozir mana Baxtiyor akadan darslik bo'yicha albatta natijalar haqida gaplashmaymiz, chunki yangi bitirgan odam 5-6 oy yoki 1 yil o'tmaguncha natija haqida o'zi so'rashlikda o'zi xato bo'ladi. Nima ma'lumot bor edi boshida, hozir qanaqa holatda bo'lyapti? Mana bu hozirgi gibridniy holatda qilishimiz qanaqa yordam berdi? Onlaynda nima bo'ldi-yu, offlaynda nima narsalar bo'ladi? Shularni bir qator o'zlarini fikrlarini bilib qo'ysak bo'ldi deb o'ylayman. Bu rasmiy suhbat. Biz Baxtiyor aka o'zingizni tanishtirib, yoshingizni aytib, manzil nima? Baxtiyor, men Buxoro shahridan, yoshimiz 55 da. Shu fikrga kelishimni nimasi ham, sababi ham endi yoshimizdan sal kattaroqligi, informatsiyalarni yaqindan offlayn olish menga qulayligi sababli ustoz bilan birga maslahatlashib ham onlayn ham offlayn sistemani birga kelishib oldik. Boshida masalan offlayn bo'ldi, boshlanishida masalan 3-4 kun. Orada onlayn darslarni olib, yana tushunmagan joyimizni detaylni oxirida ham offlayn qiladigan nimamiz, rejamiz bo'ldi. G'oya bizdan kelib chiqdi albatta. Shunaqa. Menimcha effekti sal yaxshiroq. Menimcha deyman, onlaynga nisbatan ba'zi momentlar bo'ladiki, o'sha joyda savolni berib, o'sha joyda masalan javobni olsangiz agar yana yaxshiroq. Onlaynda sal masalan o'tkazib yuboradigan joylar bo'lib qoladi-da. Keyin ana shu masalan nimalarga kirib chiqish, interaktiv brokersga yoki trading viewga yoki masalan Asterium masalalariga pul kirgizish, o'tkazish masalalari, pul chiqarish masalalari, o'shani masalan offlaynda masalan yarim soatning ichida gaplashib olsangiz, onlaynda sal cho'zilib qoladi. Masalan xatoliklar bo'ladi. Shunga men o'ylayapmanki, bu sistema menimcha qulayroq, effektivroq deydimi ruschasida. Ya'ni taklif bersak bo'laveradi. Taklif bo'ladi, chunki bizda nimadan o'tdi? Sinovdan o'tdi. Apkatkadan chiqarib oldik. Juda ham qulay. Yana bu ustoz yana sharoitlar qilib, xudo xolasa bu narsani chiroyli ofis qilib, joyi bilan qilib, chunki juda qulay bo'ladi. Masalan O'zbekiston ko'p nima emas, katta emas. Masalan Buxorodan keldik, qarib 900 kilometr masalanda. Bir Toshkentga kirib, ana Asteriumga ishlarni qilib, bir kun qolib, yana 5-6 soat Farg'onaga kelib, masalan, yana shu tushunmagan joylarni, savollarni berib olib, shu menimcha qulayroq deb o'ylayman. Endi albatta shuni ishlashingiz uchun bizda qanaqa narsa bo'ldi? Men o'zim ofis qilmagan edim. Baxtiyor aka bilan shunaqa aytdilar, ozgina offlayn ham kerak, yoshim kattaroq deganliklari uchun. Hozir shunaqa holatki, Baxtiyor aka gostinitsadan joy olganlar, bizga sharoit qilib berishdi. Shu yerda orada kirib ishlab ko'rishib ketyapmiz. Endi bu narsadan ilhomlanib, men o'zim bitta yaxshi bir kvartira olib, uni haqiqiy trendga moslab, yotoq xonalarigacha alohida qilib shu narsani o'ylab ko'rdim. Yaxshiroq variant bersam bo'lar ekan shu holatda o'quvchi bilan birga bunday o'tirib savdolarni ham ko'ra olar ekan degan narsa bo'lyapti. Uni qanday xudo xolasa bu narsalar yo'lga qo'yilib qolsa, albatta xabarini beramiz. Umumiy holatda Baxtiyor aka, nima holat sizda? Mana 55 ga kirdingiz, texnik analizlarda
haftalikdan tortib 1 minutliklargacha ko'ryapmiz. Tushuncha qanaqa bo'ldi? Bunday boshidagi o'sha 1 oy bo'ldi boshlaganimizga, tushunchangiz haqida. Ko'ra olyapsizmi bozorni? Albatta boshida bozorni kirib chiqish, bosqichlarga qiynalgan edik. Bu yerda hozir praktikada offlaynda juda ham yana ba'zi xatoliklar, kamchiliklarni yana bir amaliy ko'rib, sinab, savdoga kirib, savdo bitimlarini tuzib ham bugun nima qildik, xudo xolasa. Inshaalloh nimalarni beradi, natijalarini kutib o'tiribmiz. Bu yog'iga qolgan narsa endi praktika qoldi. Amaliy qoldi. Tashalgan depozitdagi pulni 0,5% yoki 1% dan riskka qo'yib, bozorda bir 30 ta, 40 ta, 50 ta savdo ochilgandan keyin o'sha ancha yo'lga tushib qoladi, lekin nima uchun kiryapsiz, qayerdan kiryapsiz, qayerga stop loss qo'yish kerakli va qayerda chiqib ketishliklarni tushuna oldingiz, to'g'rimi? Albatta. O'sha maqsad Endi qolgan narsalar o'z-o'zidan ma'lumki, vaqt bilan keladi. Hamma narsani miyaga quyib qo'ygani bilan, lekin odam qilib ko'rish kerak bu narsani. Bundan oldingi o'quvchilarimiz ham savdo qilib kelishayotgani bilan ularda ham hali 6 oylik bir muddat o'tmagunicha stabil foyda qilib ketishyapti degan narsani gapirishda o'zi xato. Lekin xudoga shukr zararda emas ular. Qisman foydalar qilib yurishibdi. Endi pul masalasida baribir mincha pul topdi, boshqa qildi deyishdi o'zi xato bo'ladi. Lekin sizlar uchun harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa bundan ham yaxshiroq bir ideyalar chiqib qolsa yoki nima bo'ladigan bo'lsa, ko'ramiz, o'rtoqlashamiz. Umumiy hisobda Baxtiyor aka, o'sha ketkizgan vaqtingiz, ketkizgan mablag'ingizga rozimisiz? O'shanga yarasha nima bo'ldimi? Albatta effekt bo'ldi. Kamchilik birorta bo'lsa aytsangiz, men to'g'rilashga harakat qilaman. Nimada kamchilik bor? Ne kamchilik umuman yo'q, kamchilik yo'q. Endi siz bilan o'zimizni, endi bu yog'i o'zimizga bog'liqda, men o'ylayman. Siz bu dars kamroq qilishlarda bo'lib qoladi. Shunaqa o'zimizdan o'tdi, ba'zi darslarni kamroq qildik. Lekin bu yoqda siz beradigan narsani polniy maksimum berib bildingiz, lekin biza masalan qancha olganimiz, uni qancha amalda ishlata olishimiz, bu endi siz aytganda 1 kun, 2 kun, 1 oyda emas, 5-6 oydan keyin. Men aytmayman hozir ertaga borib savdoga kirib masalan falon foydalarni yoki zararlarni olaman, lekin o'zim endi masalan 10 ta aksiya emas, 1 ta aksiya olamiz, 2 ta aksiya olamiz, sinab ko'rib, nima qilib, lekin men o'zim xohlagan o'sha onlayn, offlayn sistema o'sha amalda o'zim aytganday yoki siz aytganda yaxshi bo'ldi, menimcha natijasini berdi deb o'ylayapman. Oxirgi savol, bozor qiyin ekanmi yoki tushunsa bo'lar ekanmi bozorda tilini? Bozorni tilini tushunsa bo'ladi. Formula bitta ekan. Formula bitta. Hamma time frame'da investitsiya ham, scalping savdo ham, bu pozitsion trade ham, swing trade'ga ham hammasi bir xil, bitta narsa. Mana o'sha ko'rganimizdek o'sha struktura, o'sha instrumentlarning tuzilishi, OT zonalarimiz yoki bo'lmasam POI zonalarimiz, tasdiq olishlar hamma time frame'da bir xil. Bir xil hammasi. Hozir mana 1 minutlik time frame'da shu narsalarni sinab ko'rdik. Savdo ochilgani yo'q, lekin bu narsalarni qilib o'sha strategiyalarimizni sinab ko'rdik. Mana buni ham ekranda men ko'rsataman. Mana bu holatda. Ikkita nima ochilingan, ikkala holatda ham xuddi o'sha narsa time frame ham bitta 1 minutlik time frame'da qilingan narsalar. Haftalikda ham, oylikda ham, yillikda ham bir xil ishlab beradigan narsalar. Shunchaki ozroq mehnat, bozorda imkoni boricha to'g'ri tushunishlik kerak, soddaroq qarash kerak, to'g'ri ketma-ketlikda, ya'ni bilimni to'g'ri ketma-ketlikda olinadigan bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Muhimi niyatga bog'liq, qolgani rizqimizdan bo'laveradi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Yangilik kutinglar, xudo xolasa Baxtiyor akam ham yo 6 oy yoki 1 yildan keyin inshaalloh natijalari bilan bir o'tirib suhbat qilamiz. Ishlarga omad, hammaga so'z ilmingizni ziyoda qilsin. Sog' bo'ling. Bizlarga ham nasib qilsin. Salomat bo'ling.